Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sog'liklaringiz yaxshimi? Qiynalmay, charchamay yuribsizlarmi do'stlar? Do'stlar, videoni boshlashdan oldin aytib qo'yay. Sizlarga 7 ta obuna uchun kattakon rahmat do'stlar. Bu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, tezda kanalga, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni eslardan chiqarmanglar do'stlar. Tezroq 100 ta podpischik bo'lsa, bitta turnir qilamiz do'stlar. Yutganga chotki sovg'alar beramiz do'stlar. Bugun men sizlarga eng o'sha Special Forces Group 2 dagi eng o'zim yaxshi deb bilgan qurolni aytib o'taman do'stlar. Endi o'zingizlarni fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar do'stlar. Keyingi videoyim nima haqida olishimni yo do'stim bilan o'ynab ko'rsataymi, nima haqida olishimni yozib qoldiringlar do'stlar. Sizlardan padishga bizdan mehnat. Davay do'stlar, ketdik. Birinchi yangi mirot olamiz, desert. Nastroykadashmasam. Botlar, mana botlar yo'q. Ko'pchilik adashayotgan mana shunda, masalan, botlarni mana shundan 10 ta qilib qo'yaman deb o'ylaydi. Mana 10 ta qilib qo'ysam 5 ga 5 o'ynaymiz deb o'ylaysizlar do'stlar. Yo'q, unaqa emas. Bu yerda botlar soni 10 ta, siz bilan 11 ta bo'lib qolasizlar, 6 ga 5 bo'lasiz. Shuning uchun 9 ta qilsanglar yo 7 ta qilsanglar, o'shanda juft son bilan juft bo'lib o'ynaysizlar do'stlar. Desert eng yaxshi ko'rgan desert. Lekin ko'pincha 1 ga 1 otishlar bo'lsa, House maslahat beraman do'stlar. Desert katta bazada 3-to'rtalab sheriglar bo'lib, to'planib do'stlar bilan o'ynasanglar, desert bo'ladi. Agar 1 ga 1 bo'lsa, House yaxshi do'stlar. Hozir biz 5 ga 5 bo'lyapti, shuning uchun Black Alpha bo'lamiz do'stlar. Men o'zim uchun yaxshi deb bilgan qurolim shotgun do'stlar. Shotgun do'stlar, bu anaqada ko'pchilik o'zini tilida nima deydi? Buni do'stlar, men do'stlar, men o'zim nastroykamda emasman, o'shaning uchun sal qiynalyapman do'stlar. Sizlarga 5 minut tanaffus qilamiz do'stlar. O'zim nastroykamga hozir o'tib olishim kerak do'stlar. Do'stlar, mana o'zimni otish texnikamni qildim. Do'stlar, mana hozir 5 tamiz ekanmiz do'stlar, hozir bitta qopmiz. Hozir do'stlar, e'tibor bersanglar, 2,5 ming pulga buni sotib oldim. 3 ga 1 bittani eplash olmayotgan do'stlar. 3 ga 1 do'stlarga maslahat berardim. Umaydan settingizdan auto firingni o'chirib qo'yinglar. Men yangi akkaunt ochganim uchun hozir ikkinchi bo'lib yaxshi ko'rgan qurolim AK-12 do'stlar. Bu qurolni sevaman do'stlar, chunki ikkita modi bor. Birinchi modida bunday otishlar mumkin, ikkinchi modida 3 talab otadi do'stlar. Bittadan anaqa yordam beradi odamni o'ldirishiga. Hozir birinchi modga o'tib olamiz do'stlar. Ikki xil uslub bor. Hatto botlar ham shundan foydalanishadi ekan do'stlar. Pichoqlab o'ldiring do'stlar. Bitta ketdi. Ikkinchisi. Voy, ikkinchisi yetmay qoldi do'stlar. Ko'rdinglarmi nima bo'lganini hozir? Uni qizni ismi bilmayman, lekin qizda hozir borib headshot kallada. Yalang'och pichoqlar qo'yib tashladi do'stlar bo'ynida. Mononga ditcha sensitiv ham balandlik qildi do'stlar. Bo'lmasa buni ham xo'rlardik do'stlar. Sizlarga o'zim o'yin taktikamni ko'rsatdim do'stlar. Agar Telegramdan aloqaga chiqsanglar, maza qilib ikkalamiz ham birga ularni o'ynashimiz mumkin do'stlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. O'zingizni rivojlantirishda davom eting do'stlar.